Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiya adresini gayriyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Bir iş köyüsü şuna qaraydigan bolsak, hazır vaziyeti bir xil yumşaş barlıq keldi. Belki bu mesele mesela Çavuşan meselesini hiç yolla hal qilishdik. Şundaq bir aktual yolga kirdigandek turdi. Biz şunun münasebetlik aldık, münasebetsiz aldı. Bugün tayyorlagan leksiyalarimizni vatandaşlar bilan ortaklaşmakçımız. Bugünkü leksiyamızın mavzusu mundaq. Cungo tayyorlanıp boldu. Cümleden Tayvan müstakilligini qurol kuchi bilan hal qilish mavzuli xabar 6 ayning 26 kuni Vanmi tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvan Cungo munosabati to'g'risida to'xtalganda Azadlık Armiyaning generali Davlat Mudofaa institutining boshlig'i Jo Chenghu 25 kuni 6 qitimliq Dunyo tinchlik munbirida mundaq ko'rsatdi. Tayvan doiralari shuning uchun Tayvan Cungo munosabatini uzul kesil buzib tashlay olmaydi-ki, chunki Cungo har xil usul, jumladan Tayvan masalasini qurol kuchi bilan hal qilishga tayyorlanib qo'ydi. Yani o aşkarlap bundaq ko'rsatdi. Agar Amerika 5 xil qizil siziq sizib to'sqinlik qilmagan bo'lsa, Tayvan bilan Jungoning harbiy ishlar bo'yicha almashtirishi burunli qo'zg'atilgan bo'ladi dedi. Panama Tayvan bilan diplomatik munosabatni uzganlikdan Tayvan Jungo munosabati jiddiylikka tushib qoldi. Jo Chenghu Tayvan Jungo munosabatiga umid bor qaraydiganligini ko'rsatdi. O mundaq ko'rsatdi. Umidvorlik o'tirda masala chiqmaydi deganlik emas. Shuning ishoninglarki, prezident Tsay Ing-wen mustaqillik jakarlashga oldirmasligi kerak. Undaq bo'lmaganda Tayvan masalasi qurol kuchi bilan hal qilishdan derak berdi. Jo Chenghu mundaq hisobladi. Panama bilan Jungoning diplomatik munosabat o'rnatganligini Tayvanning oyoq osti qilganlik deb qaramaslik kerak. Tayvanni oyoq osti qilganlik deb qaramaslik kerak. Amaliyoti Jungo o'zini tutib oldi. Undaq bo'lmaganda Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatgan boshqa davlatlar allaqachon Jungo tarafga qaytib keladi dedi. Tsay Ing-wen Jungo bilan bo'lgan munosabatni buzishni o'ylagandimi, o'xshashlar partiya ichidagi chekidan oshgan mustaqilchilarni tizginlay olmadi dedi. Belki Tayvan mustaqilligini texmi tezlatib dedi. Harbiy ishlar almashtirish elib berishimizga Amerika 5 xil qizil siziq sizib to'sqinlik paydo qildi deydi Jo Chenghu efendi. Jo Chenghu mundaq oshkorildi. Prezident Maying-ju davrida Tayvan Jungoga 4 nafar harbiy odam avatib, harbiy ishlarda o'zaro ishonch bo'yicha kengashmoqchi bo'lgan edi. Beijing taraf o'xshashla 4 nafar harbiy odamni Tayvanga avatmoqchi bo'lgan edi. Lekin Amerikaning to'sqinligiga uchrab, almashtirish to'xtab qoldi. Shunga Jungo Tayvan masalasi qatmal holga tushib qoldi deydi general Jo Chenghu. Jo Chenghu mundaq ko'rsatdi. Tayvan masalasida Amerika 5 tal qizil siziq sizib berdi. Ya'ni Jungo Tayvan harbiy ishlarda ishonch turg'izishga bo'lmaydi. Tayvan Jungo Janubiy Jungo dengiz masalasida birlashib, zamin talabi qo'ygan boshqa davlatlarga taqobil turishga bo'lmaydi. Tayvan Jungo Senkaku taqim orollari masalasida birlashib, Yaponiyaga taqobil turishga bo'lmaydi. Tayvan bilan Jungo harbiy texnika almashtirishga bo'lmaydi. Hamda Tayvan Jungoda pensiyaga chiqqan harbiy amaldorlarning odamlarning berish kelishni tuzumlashtirishga bo'lmaydi. Bu 5 xil qizil siziq, 5 tal qizil siziq qizilgib Tayvan Jungo ikki tarafning almashtirishiga to'sqinlik paydo qildi deydi general Jo Chenghu. O mundaq dedi. Amerika Jungo munosabatida
Tayvan meselesi ebedi bir mesele. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan Jungo siyosati 3 tarafga diqqat qilishiga to'g'ri keladi. Amerika Tayvan Jungoning birlik kelishini qo'llamaydi. Ikkinchidan, Amerika Tayvan Jungo munosabatidan o'zini yiroq tutishni xohlamaydi. Uchinchidan, Tayvan masalasi Amerikaning qo'lida Jungoni avvora qiladigan bir karta deydi general Jo Chunhua.